Xo'p, akalar, qandaysizlar? Haliga hozirgi paytda jannat odamni ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana shu odam kelib ko'rib ketinglar. Sabab menga chidab yashayotgan. Kobultlarga byudjetliroq, ya'ni ekonom, bittalik yuklaringizdan bormi? Qo'ydiraman degan kobultchi akalarimiz, mana kattaligi ham katta bemalol kobultlarga tushadi. Hozir men sizlarga holatlarni ko'rsataman. Bu uluklarimiz yaqinda keldi, mana yangi. Mana orqa patnislari, hamma narsasi ideal holatda. Mana bemalol sanaqli kelgan, lekin ulgurib qolinglar. Ustani nomerlarini qoldiraman. Ustadan iltimos qildim. Kobultlarga skidka qilib kelib, bemalol yo bo'lmasam aloqaga chiqib, usta bilan bog'lanib, lukimizni bron qilib olinglar. Bemalol ulgurib qolinglar. Akalar, sizlarga ustani ko'ndirib skidkaga qo'ydirib yubordim shu luklarni. Bemalol qoplaydi. Keyin rahmat demasanglar ham mayli. Ulgurib qolinglar. Xo'p, endi bu yoqda mana luklarimiz, kelaverasizlar. Bitta-bitta qilib hammasini arzor qilib beraman.